Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan правильное питание Gerbalife mahsulotlaridan zavtrak tayyorlashni o'rganamiz. 300 gramm iliq suv tomonidan o'tadigan iliq suv ichiladi. Bunga hozir men mix qilmoqchiman. Bu yerda valin tamli. Valin bilasizlar, morojniy tam keladi. Bu yerda shokolad tamli. Bundan bizga mix. Albatta ertalab turganingizda sof suv berasiz tanaga. Filtrdan o'tgan suv. Mana 1,5 qoshiq valin. Ayt shu ketdi. 1,5 qoshiq. Mana shokolad soldik. Uni chetga olib turamiz. Yana bu yerda beta xart solamiz. Bu beta xartimiz yuragi judayam kalta bo'ladigan narsamiz. Bizning quvvatimiz, yurak qon tomiridagi to'rtta kamerani orasidagi yig'ilgan tromlarni va xolesterin qattiq yog'larni eritib berib, qon tomirini kengaytirish xususiyatiga ega. Shunaqa yo'nalishda ko'rsatib qo'ygan mana. Yog'larni pasaytiradi. Yana bizda объемlarimiz super darajada mishitsi bo'lib tortilishni xohlaganda protein qo'shamiz. Proteinda hayvon oqsili va o'simlik oqsili aralashgan. Bundan ham 1 qoshiq solamiz. Beta xartdan ham 1 qoshiq solamiz. Kokteylimiz o'zi 3 qoshiq bo'lishi kerak. O'sha uchun 1,5 qoshiqdan soldik. Men taniganlar bor, tanimaganlar bor. Ismim Muhabbat. 31 yoshdaman. 5 nafar farzandni onasiman. Sog'lom turmush tarzida faoliyat olib borayotganimga salkam 1 yil bo'lyapti. Lekin 7 yil avval Gerbalife mahsulotlari bilan juda ham tanishman. Shu Gerbalife mahsulotlarini ichib, tanovul qilib kelyapman. Shu natija olayotgan insonlarni ham chuqur taniyman. Ish faoliyatimdan juda ham xursandman. Kim agar Gerbalife mahsulotlaridan olib, sog'lomlashib, ozishni yoki semirishni, sog'lom ozib, sog'lom semirishni xolasa, balanslangan nonushta bilan harakat qilishga imkon bor. Bemalol yozib, direktdan yozasizlarmi, kommentariyadami, farqi yo'q. Yozib, aloqaga chiqishinglarni xohlayman. Nomerimni ham videoning tagida qoldiraman. Bizani zavtrakimiz уже mana tayyor. Keyingi videolarda kuzatib borishinglarni so'rayman. Hammanglarni yaxshi ko'raman.